Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan aynan intim gellar, ularning bir-biridan farqi va nima uchun aynan ishlatilishi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Faberlic kompaniyasi ishlab chiqargan intim gellari ikkita maxsus guruhga bo'linadi. Birinchisi, bu ko'rib turganingizdek Story de Amor seriyasidan afrodiziak, ya'ni feromon tarkibi qo'shilgan intim gellari. Bu intim gellari tarkibida terini himoya qilish uchun maxsus ishlab chiqarilgan formulaga ega va musofolashtiriladi. Ortiqcha hidlar, mikrobalansni ortiqchalardan tozalab, intim zonani parvarish qilish uchun maxsus formulaga ega. pH darajasi ham maxsus intim zona uchun ishlab chiqilgan. Halol sertifikatiga ega, ko'rib turganingizdek 200 ml hajmda ishlab chiqarilgan, tarkibi, yili ko'rsatilib o'tilgan. Xuddi shu seriyasidan ikkinchisi bor. Bu intim gel ko'rganingizdek rangi boshqacha, ya'ni pushtiroq, qizg'ishroq rangda. Ya'ni bu intim gel ham aynan mana shu seriyani o'zidan ishlab chiqarilgan, faqatgina farqi bu ta'sirchan teri egalari uchun maxsus. Mana shunga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lar edim. Ta'sirchan degani allergiyaga o'ta moyil, qizarishga moyil teri egalari bu ta'sirchan hisoblanadi. Xuddi shu hajm, xuddi shu tarkibda maxsus modda qo'shilgan, aynan afrodiziak, feromon qo'shilgan tarkibli intim gellari. Keyingisi, siz eslaydigan bo'lsangiz, Expert Pharma seriyasidan davolovchi Apteshni seriyadan ishlab chiqariladigan intim gellar xuddi shu qadoqda ishlab chiqarilar edi. Bu eski qadoq varianti, gipoallergen. Aynan mana pilus belgisi bu davolovchi ma'nosini bildiradi. Bunda feromon umuman yo'q, halol sertifikatiga ega, mana tarkiblari ko'rsatilyapti. Bu intim gellar umumiy universal teri egalari, 18 yoshdan boshlab universal hamma uchun to'g'ri keladigan qilib ishlab chiqarilgan edi. Tarkibida sut kislotasi mavjud. Intim zona mikroflorasini to'g'irlash uchun, uni salomatligi uchun, yaxshi tozalash uchun. Lekin e'tibor bersangiz, mana bu qismi ochiladigan zonasi bu ko'pincha sinib ketadigan yoki to'kilishga moyilroq, noqulay edi. Ko'pchilik xaridorlarni talabiga binoan kompaniya bu qadoqni o'zgartirdi. Endi bu qadoqda topolmaysiz deyarli. Endi mana bunaqa qadoqda ishlab chiqarila boshladi. Endi eski varianti bilan buni farqi nimada? Bularda ikkalasida ham feromon umuman yo'q. Mana buni endi kompaniya murakkablashtirdi formulasini. Har bir yosh toifasi uchun alohida ishlab chiqarildi. Aynan qo'limdagisi bu tennis, ya'ni o'smirlar uchun. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, 12 plus berilgan, 12 yoshdan boshlab qizaloqlar uchun ishlab chiqarilgan. Mana pH darajasi 4 dan boshlanadi deyilyapti. Ishqoriy daraja bo'ladi zonalarda. O'shani darajasi ko'rsatilyapti. pH degani ishqoriy zona 4 ekan. Bu o'zgarganda muhit o'zgara boshlaydi. Mikrofloraning ko'payish kamayishi ham o'shanga qarab o'zgaradi. Xuddi shu idish, xuddi shu qadoqda buni aynan onajonlar uchun ishlab chiqarilgani ham bor. Onajonlar uchun ishlab chiqarilgan varianti emizikli homilador ayollar uchun maxsus hisoblanadi. Va yana bitta varianti bor, xuddi shu ko'rinishda, faqat uni maxsus formulasi menopauza yoshidagi ayollar uchun. Yana bitta varianti bor, bu universal sut kislotasi bilan ishlab chiqarilgan. Bu 18 yoshdan boshlab umumiy barcha ayollar uchun to'g'ri keladi, ayol qizlar uchun to'g'ri keladigan variant.
Agar sizni yoshingiz 18 yoshdan oshgan bo'lsa, buni universalni xarid qilishingiz kerak sut kislota bilan. Ayol qizlarimizni salomatligi uchun maxsus intim gellari Expert Pharma seriyasidan davolovchi sifatida. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, bunda qadog'i yaxshiroq ishlab chiqarilgan, qulayroq. Mana buni shunday burasangiz, mana yumshaydi, bosasiz, o'zingiz istagan miqdorda qo'lingizda yoki ma'lum narsalarga chiqarsa bo'ladi. Shunaqa qilasiz, qotadi. Bu hech qachon to'kilib qolmaydi. Mana yotqizib qo'yasizmi? Ko'tarilib qoladimi? Maxsus idishlarda, sumkangizda olib ketishga majbur bo'lganingizda bu to'kilmaydi. Shunisi bilan qulay qadoqda ishlab chiqarildi. Demak, Faberlic kompaniyasida mana shunaqa intim gellari mavjud ekan. Siz o'zingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Demak, intim gellar umumiy olib xulosa chiqarganimizda ayollarning salomatligi uchun juda kerakli maxsus parvarish vositasi hisoblanar ekan. Siz yoshingizdan, o'zingizni hayotiy darajangizdan kelib chiqib, istalgan intim gelni xarid qilishingiz mumkin. Intim gellar bo'yicha Faberlic kompaniyasi yana bitta yangilik qilyapti. Yangi variantini ishlab chiqyapti. Kanalimizni kuzatib borsangiz, yaqin kunlarda aynan yangi formulada ishlab chiqarilgan intim gel haqida ham ma'lumot berishga harakat qilamiz. Agarda sizda umumiy savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa yoki biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, telefon raqamiga Telegramdan yozishingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Kommentariyada sizni iliq fikrlaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.